Ang yangi Türk komediya filmi Eşek O'g'risi. Birinchi qism. Bolalikda yashab o'tgan tinch ham go'zal sahro hech kimga notanish emas. Cheg'ir yo'llarni bo'ylab har tarafga qaytishlarimiz, etiz eriqning bo'yida ishlayotgan jafokash ota-onalarimizni xotirmay, ularni ansirtib, kapsizlarcha eriq o'z tanglarda taqlab o'ynashlarimiz ta hozirgacha esimda. Esimda qilishcha, kimning beg'ida meva pishib o'xshagan bo'lsa, shu bog'da bizning izimiz qoladi. Havo sap, manzarasi go'zal, mushu sahroda mening qiziqarli bolaliqim va hayotim boshlandi. Hamma odamning o'ziga kuchli xarakteri ham mijozi bo'ladi. Shuningga yarasha bizning odam tilga og'siz qiziqarli sarguzashtimiz va laqamlarimiz bor. Balkim sizning bo'lishi mumkin. Undaqda biz qiziqarli hikoyamizni eshak o'g'irlashdan boshlaylik. Akram! Hoy Akram! O dada o! Ha bu yoqqa kela bu yoqqa. Yani nima deydiganda ish qilayotgan tursanmi? Qachonla qarsi lang tasmdek so'rlab yurgan bu. O dada, Bu yoqqa kela bu yoqqa. nima bo'ldi? Ha menga qo'y kalla g'alab etdingmi? Shu aylab etayotgan tursan. Yani eg'iz g'irishlaysan go. Ha sivilib bir sanad ekanman. Davonni qarsa meni ish qilib o'rayotgansan. Sen qilib boqsan bo'ldigan ishlarmi shu? Menga mana bu osmon o'rilib tushmo meni bir qatim ish qilib buyurib ko'ngli o'nimaydigan dal mening dadam. Boshqalar uni Qosim Maroqchi deydi. Bu bo'lsa mening eng yaqin do'stim Turg'un, ya'ni eshak o'g'risi. Ho'jon. O nahayta oq ko'ngil ham yumoristik. Uning qiziqarli harakatlari meni kuldirsa, to'g'ri gap qiladigan mijozi meni teriktiradi. Ho'jon. Qo'qida sarqala. O'cha. Uning bu qatim meni izlab kelishi hayot sarguzashtamni birdilla o'zgartirdi. Davonni qarsa meni ish qilsa. Komediyalik ham qiziqarli hikoyamiz endi boshlandi. Edem bir ish qilib olsa mara birdikan, ozdiq bir tepama bikan. Keldim mana. Akram! Oy Akram! O dada o! Men ig'ilda. Birsi ish qilqotida, qarab baqa. Dada, ishikni men emas sen asla to'g'ri bo'la. Ishikning qishida o'tirib, meni ishik och desan qo'y. Men ig'ilda. Vay, ishga qiyvadi. Xudi erishmadi. Bo'la ishni och. Oy! Kim o? Men Akram adash. Men. Atdiganda ish to'qiymasdan nimba? Ay, sarangoy. Eriqdan tish qo'ymadim deyman. Menga saqlab ketdi. Oy. Hey, Qasman kam bakan qo. Qasman kam. Oy, uyda. Qasman kam. Chiqma chiqtolma. Oyjon. Turg'unaxon. Naga? Akram bilan haliqa nimaga boramiz deyib qo'ygan. Akram bilan naga bormoqchi bo'lgan? Haliqa Akram, nima ko'rgan bo'lgan? Uyga sen keldingmi, men keldimmi? Voy jon, raskabni qilayman. Raskabni qilganda, bizning mahaldagi Potxon tish turibdi. Potxon dedingmi? Mundaqda. Voy jon. Turg'un. Voy jon. Potxon etizliqdimi yoki o'zdimi? Yuqoriga etiztirib ketdi. Yaxshi. Dada. Endi bo'la. Menga ishim qardoshma chopidim debchi. Nega? Men Potxonni yo'qlab kelay. Bu Bo'la. Atizma.
Turg'unning Podxon degan gapini anglagandan keyin dadam joyida jim turolmayli qoldi. Boshqalar dadamni Qosim Maroqchi deydi. Ammo dadam o'z loyiqida er yo'q, tul ayollarga maraydi. Yo'q, maraydi emas, qaraydi. Mening kichkimdan onam bo'lmag'achqa dadamning bu qilqinimi to'g'ri tushunatdim. Uço Ekrem. Bizim bir kaçan aşı dadandek şapalıklı ökünemiz değil mi? Nima? Ha? Qayta dingni? Ben demekçilik ha. Voy bo'ldi qilg'ini. Ama Sen qasdan qilding, ha? ne mi ne? Podxonni shuncha. Bilib qolsan. Seningcha bu dadamni ozdirishdiki yaxshi planmi? Qosim akam bizning oyak bordig'imizni bilib qolsa bo'lmaydi deyman. Shunga deb qo'ydim. Voy mama, qo'nim saqlab ketdi. Ay, mantiqa alablarimni aytmada. Va qo'yga mama. Voy, Qosim akam bak. Bizning hozir oldirib mengishimiz Qurbonning uyiga berib, to'y to'g'riliq maslahatish uchun edi. Podxonning gapini qilib, dadamni uydan chiqaritish bo'lsa, dal Turg'unning plani. Hamda keyingi hikoyamizni Qurbonning uyidan boshlaymiz. Bu filmni Aşkım Sudguroyi alayda qo'llagan. Eng yangi turk komediya filmi Eshak o'g'risi. Ikkinchi qism. Turg'un bolaligimizda bo'lib o'tgan qiziqarli ishlarni teg'imi komediyalik qilib so'zlab, meni kuldirib, Qurbonning uyiga to'y to'g'riliq maslahatlash uchun Şunu olaylik. Ay, to'xtaq naras. Men bu kiyim-kechaklarimni yengishlayolmadim. Mushundaqla mangamiz Vay java, aytayaptin sana vay. Mana. Bu da do'stim Qurbon, kala o'g'risi. Onam cho'qim tayyorliqni puxta qildi. Hey, to'xtaqda. Ani bo'ldi? Ko'tim qishotamda. Tuzuk gap qilg'ina. Avu yo'l bo'yida qarab turayotgani Qurbonmi nima? Qonam. Voy shuka. Ey qonam. Oy qonam. Ha. Voy qonam. Turg'un. Tuzuk chaqirmamsan. Yili urushida sen bilan. Voy urushim yengmadi. Mana. Ey qonam. Oy qonam. Ey qonam. Oy qonam. Chiqma. Çekişlep gitmişsin mi? Çaldı kahvemine. Kana. Neme kana? Kanımı kana. Aile kız sen öttürüm diye toğuşu. Ay toğu diyen öyle olmamda daladı. Soyğanmaydı onu. Hey Qurbon. Sen bu kepte bakıdıq adam toğunu ne taptı? Ay senin neme karına? İyi sanlı bombadı mı? Mana. Kani to'qang. Tazi bir yemas ham to'qangni. Oshira. Oy, jo mashina. Qonam. Sen bu to'qil tudingmi yoki besini mushlashdingmi? Nimanda jiq. Ey bu hamda. Voy mabutlarimni, oyoqlarimni mehnat qilib, men o'tay. Mo'sha halam tukib jimni o'ltirdingmi qonamsan? Aram tushtonimini. Ozmo emaskan. Qonam, limonchida jiq tayyorlik qilyapting deymi? Shuni deyman. Oy, texmen qo'ynimi o'ltirib hamini yeymiz. Bo'ldi. O'zingni besib bak. Bak, yajinib ketma. Sening bu tishqaq chiqtal qo'yandan boshqa yana nemang bor? Ayras. Qurbon, sen bugun uyga nechadan boshlamoqchi? Nim bo'ldi? Bir ish bo'lmadi, shu nechadan boshlaysa demakchi. Be 40 50 70-80 adam başlamayken. Turg'un, ben sana dab qo'yay. Boş adam sani qiljimaysan. Bu bir musafirning lager emas, 70-80 adam boshlaydigan. Onda siz gap qilmag'in adamga. Qonam, men siz gap qildimmi taka? Ha? Hey, kekashlimay gap qilgan bo'lsang, Mayan qaylaslar. Bu aşkım Sudguroyniki qalampir tableti. Mazbiz yalug'a alamat manfaat qildi. Aloqalish telefon nomeri 166 509 224 bilan aloqalashing. Qancha gap qilib o'qiding sen ey? Agarni taxmayadi, buni qilib, qana qizlarım. Qizlarvatimsam kelaman men bu yerga. Turg'un alas. Men sana deb qo'yay.
man seni boyta qoldi demaydigan bo'lsam, ma o'g'ima bir qizvali boshlab, sularni deysan desa, urtaqsınsa. Maşkin uruşapsa ya. Ha? Hey, maşkin o numus dediğin nas kalmaptı. Hey, bir kız balı olmasa otlağıl bulmamdı bu ayda. Ha? Hey, üç alağını bir oturup muğdasak bulduğun nas var. Çoğun kız balı giriş şart mı? Hey, hele hakam sayılıktan biraz körep kalsa. Hey, nemi sercilik, nemi yüz. Üç oğul bala, iki kız olan başlap körüptü o da. Yanıkinin biri atisi, biri sınlısı. Sınlıcı mıcı iş mi deyme bala? Oy can ve ekram. Bak dadam mı sen? Davam kaç işin çetin jirip nasat kılgın emiken. Ma boytaq jigil ne ekan deyme? Hiç bo'lmadi bir asma to'y qilmaymizmi? Alag'ini mo nima biz deyme? Qanda. Hey, uyga başlap görmesen, belagada ko'rishimam degansan. Akram, yosh 26. O'ylab baq. Bu badanning chiqamag'ini to'y qilganing nima foydasi bor? Ha? Hech bo'lmadi mava. Ya sen, ya men to'y qilsak bo'la o. Yosh vaqtimizda to'y qilibmanda. Balliq qulab, chiroqlarimiz yo'rtolib juysak bo'lmanda, ha? Yani kilep, öyle bak. Dadam o yaşınıp kaldı. Vaktim o az kaldı. Navadı gerekti. Molu güç öyle kalsa, uçakta kada kılsa. Ha? Öyle baktın mı? Ne oldu? Şimdi gittin la o. Oylap bakın la. Benim gibim rasmı o yalgan mı? Ha? Ağilla, hem de toy qilmasak, rast kechkimiz juma deb qo'yay. Chaqchaq emas bu. Turg'un, gapingning asosi bor edish. Lekin aramizda yoshga cho'ngroq sen. Meningcha, Mana, meni qayr demoqchimi? Yosh cho'ng demoqchimi ya meni? Ha? yo'q, men undoq demoqchi emas. Meningcha bo'lganda, cho'qim birimiz to'y qilishimiz kerak. Har qancha bo'lsa-mu, uchimiz bir kunda bir vaqtda to'y qilmaydigan emas, ha? Bosig'o, biz vaqt to'y qilsak, texi yaxshi, ha? Ishlimi oson bo'lmamda o'ng'i tushmam deyman, ha? Avval qaysimiz to'y qilamiz? Ama mening cho'g'imda turg'un boshda qilsin to'yni. Qanda desanglar, ma turg'un qizvaliga to'li gap qilib qochur etirgan nima va? Astag'firullah. Qo'nak, men sana deb qo'yay. Sening atam yosh ko'rib qolamda va sening to'y qilmaqing tas. Avval sen qilsang to'g'ri bo'larmiki? Shundami? Bo'ldi. Meningcha bo'lganda qaysimiz avval o'z loyiqida loyiq topa olsak, shu avval qilsin, ha? Bo'lamdi. Ha, moha gapning jini bor. Shundami qunam? Shu. Ocho, acab sögmedi ya bu qo'limdagi ish. Turg'un. Voy, ama to'g'ini shung deb ayta. Baya o'ltirib qo'ygan. Ay, jan qo'nak. Men bir ağaçanın yeri olmasam şu akana. Oy can, qo'nak. Sarang debde bir diken ben ötemigen ben bu tuğna. Unutib qolganga o'xshamamdimi? Sen qarab yotib ondan tutmamsan uni. Qizlarning kelishiga oz qoldi. Keyingi qismda qanday komediyalik qiziqarli ishlar bizni kutib turyotadi. Diqqatinglar keyingi qismda bo'lsin. Eng yangi turk komediya filmi Eshak o'g'risi. 2-qism. Turg'un, bolaligimizda bo'lib o'tgan qiziqarli ishlarni teg'imi komediyalik qilib so'zlab, meni kuldirib, qurbonning uyiga to'y to'g'riliq maslahatlash uchunmi? Şunun ulaylık. To'xtaq naras. Men bu kiyim-kechaklarimni yengishlayolmadim. Mushunaqla mangamiz Vay java, diyaptin sana vay. Mana. Bodal, do'stim qurbon, kala o'g'risi. Onam cho'qim tayyorliqni tutqildi. To'xtaq. Ana bo'ldim. Ko'tim qishotamda. Tuzuk gap qilg'ina. Avu yo'l bo'yida qarab turayotgani qurbonman nima? Qonam. Voy shukan. Voy qonam. Ha.
Voy, Kunam, Kunam. Turg'un. Tuzuk chaqirmamsan. Yili urushdi sen bilan. Voy, urushim yengmadi, ha, mana. Ha, Kunam. Voy, Kunam. Ay. Ha, Kunam. Voy, Kunam. Ha, chiqma. Kapı Yastırdım. Çekişlab ketmisanmi? Keldi qava mana. Ha, qani? Nima qani? Qonimi qani? Ayliqi sen o'ttirmga to'qchi. Oy, to'g'i degan uyda olmamda taladi. So'yg'lanmaydi uni. Hey qurban. Sen bu kepda baqdiq odam to'qni natdabda. Oy, sening nima qaringay? Yesangli bo'lmadimi? Mana mana. Qani to'qang? Tazib bir yemasam to'qangni. Shira. Oy, mashina. Kunam. Sen bu to'g'i tudingmi yoki bisini mushlashdingmi? Nimanda ey bu hamda. Voy, maputlarimni, oyoqlarimni mehnat qilib, men o'tay. Musha halam tukib abjimni o'ltirdingmi Kunam sen? Aram tushtonimini. Ozmo emaskan. Qunam, limonchida jiqtaylik qilyapsan deymi? Shuni deyman. Oy, texman qo'ynimni o'ltirib hamini yeymiz. Bo'ldi. O'zingni besib bak, hayajonlanib ketma. Sening bu chiqib chiqib qo'yandan boshqa yana nimang bor? Ayras. Qurba, sen bugun uyga nechadan boshlamoqchi? Nim bo'ldi? Bir ish bo'lmadi, shu nechadan boshlasa demakchi. Be 40 50 70 80 adam boshlamiki. Turg'un. Men sana deb qo'yay. Bosh adam sani qiljimasan. Bu bir musafirning lager emas, 70-80 adam boshlaydigan. Onda siz gap qilmag'da adamga. Kunam, men siz gap qildim taka? Ha? Hey, kekashlimay gap qilgan bo'lsang. Mayan qalaslar. Mavu aşkım sodgroyniki qalampir tableti. Maz biz yalığa alamet menbaqimda. Alaqlış telefon numara 166 509 224 bilan alaqlışın. Qancha gap qilib o'qiding sen ey? Agarni taxmayadi monopol qilib, qana qizlarang. Qizladim kelaman men bu yerga. Turg'un alas. Men sana deb qo'yay. Men seni boyta qoldi demaydigan bo'lsam, men o'g'imni bir qizvali boshlab, sularni deysan. Urtaqsınsa. Mashkin urishapsan ya? Ha? Hey, mashkinning numus deydigan narsa qolmabdi. Hey, bir qiz bola bo'lmasa o'taqil bo'lmamdi boyda. Ha? Hey, uch alaqini bir yerda o'tirib, mundasaq bo'ladigan narsa. Cho'qin qizol kelish shartmi? Hey, mana haqim saylardan biraz ko'rib qolsa. Hey, nima sarchilik, nima yuz? Üç oğul bala, iki kız ondan başlap kiripti o da. Yanıkili biri atisi, biri sınlısı. Sınlıcı muşa işmo deyme bala. Oy canı Ekrem. Bak dadam mı sen? Davam kaç işin çetin jirip nesat kılgın iken. Ma boytaq jigil ne eken deyme? Hiç bulmadı birazımız toy qilmaymiz mı? Ağini mu ne mi biz deyme? Qanda. Hey, uyga başlap kirmisan, belagede körüşemem dikensen. Ekrem, yaş 26. Oylap bak. Bu bedeninin kışqamığını toy qilganning ne payısı var? Ha? Hiç bulmadı mava. Ya sen, ya men toy qilsak bola o. Yaş vaxtimizni toy qilibmanda. Balliq qilib, chiraqlarimiz yo'rtib juysak bo'lmanda, ha? Yani kelib, o'ylab baq. Dadangmi yashinib qoldi. Vaqtimi az qoldi. Navodi kerakdi. Mo'lo kuch o'ylab qolsa, u chaqda qada qilsa, ha? O'ylab baqdingmi? Nima bo'ldi? Jim ketdinglar-ku. O'ylab beqinglar. Mening gapim rasmo yolg'onmi, ha? Ag'illa, endi to'y qilmasak, ras kechkimiz juma deb qo'yay. Chaqchaq emas bu. Turg'un, gapingning asosi bor edish. Lekin aramizda yoshga cho'ngroq sen. Meningcha, Mana, meni qayr demoqchimi? Yosh cho'ng demoqchimi ya meni, ha? yo'q, men undoq demoqchi emas. Meningcha bo'lganda, cho'qim birimiz to'y qilishimiz kerak. Har qancha bo'lsa-mu, uchimiz bir kunda bir vaqtda to'y qilmaydigan emas, ha?
Bo'sig'i biz vaqt to'y qilsak, texi yaxshi, ha? Ishlimi oson bo'lmamdi, o'ng'i tushmam deyman, ha? Avval qaysimiz to'y qilamiz? Ama mening cho'g'imda turg'un boshda qilsin to'yni. Qanda desanglar, ma turg'un qizvaliga to'li gap qilib qochirib turgan nima va? Astaghfirullah. Xo'nak, men sana deb qo'yay. Sening adam yaxshi ko'rib qolamda va sening to'y qilmaqing tas. Avval sen qilsang to'g'ri bo'larmidi? Shundami? Bo'ldi. Meningcha bo'lganda qaysimiz avval o'z loyiq topa olsak, shu avval qilsin, ha? Bo'lamdi. Ha, moha gapning jini bor. Shundami qunam? Shu. Ocho, ajab sugmadi ya bu qo'limdagi ish. Turg'un. Voy, ama to'g'ini shungda bita. Baya o'ltirib qo'ygan. Ay, jan qo'nak. Men bir ağaçanın iri olmasam şu ekan ha. Voy jan, qo'nak. Sarang debde bir dikenme ötemigen mi bu to'qna? Unutib qolgan o'xshamamdi men. Sen qarab yotib ondan tutmamsan uni. Qizlarning kelishigimi oz qoldi. Keyingi qismda qanday komediyalik qiziqarli ishlar bizni kutib turyotadi. Diqqatinglar keyingi qismda bo'lsin. 3-qism. Sen qarab yotib tutmamsan uni. Vay men ne bileydim bu to'qning o'lmagini bir dikama dartugini o'tirasa bunu da tasla qoldi shurkim og'zim tiqilib qoldi deyman. Ras og'inlar, bu kelmagan mehmonga nimonchilar tayyorlik qilib ketamiz deyman, ha? Ular kelamdikan yo'q? Keladigan bo'lgan. Men dab qo'ygan. Yaqin keldimi-ki? Ağaçsı sığınısını elip, sığınısı ağaçsını elip kelyapti. Mancha yaqin keldim ki. Qo'nam, sen ağaçsını alamsan yoki sığınısını ha? Turg'un, ismim Qurban bo'lgandan manda Qurban deb to'limamsa. Ma'qul, Qurbanjon. Siz ağaçsını alamsanız yoki sığınısını ha? Hamda o'zimning talatiga boqqanda ağaçsını alaymi deyman. Hamda seni o'ylaganda siz singlisini alaymi deyman. Nima da? Chunki sen bizdan xayr emasmi? Ağaçsiga mos kelsa. Bizning shunday qiziqarli ham yumoristik chaqchaqlarimiz bor. Bir-birimiz bilan shunday ab o'tamiz. Shu yaqinligimizdan hattoki jonnimi oymag'idek jon jigar yaqin do'stlardan biz. Mana endi bolaligimiz birdilik qilib, yeshimizning cho'ngishiga agishib, to'y ximi bizning beshimizni qotirgan edi. Bu qitim to'yiqsiz Ra'noning bizni izlab kelishi hammamizning taqdirini birtilib o'zgartirdi. Kim o? Ay. Kim o demay chiqib boqmamsan? Muyim ish bo'lmasa kelamdi seni qishingga. Ras. Chiqib qades. Yaxshimisiz? Amisi men kelamaydigan bo'lib qoldim. Men keyin ko'rishli, ocham ekanmaydi. Ma'qul. Nindaydi o? Nima? Kelava. Nima bo'ldi? Kammaymi deydi. Shem kammaymi deydi. Ra'no nima bo'libdi? Ocham birnim bo'ldi damdi. Singlimni bilsa birim qildi damdi. Nima tashlaydim abi? Voy, tava. Ra'no. Hoy Ra'no! Ra'noning birdili tuyuqsiz ketib qolishi bizning planimizni so'g'ichlashtirgan edi. Agar Ra'no ochni elib kelgan bo'lsa, cho'qim uchimizning birining to'y bo'ladi-ku deyman. Yamonga yog' yarashmabdi, o'chkiga shumg'al so't degandek, bo'shlamo birdili so'g'ichlashdi. Ra'no mahallamizdagi go'zal qizlarning biri edi. Onun ko'z tashlayotgan faqat Turg'unlar emas, nurg'un odam uning ishqida ko'yotdi. Turg'un haqiqatan joyil bo'lib, qilaman deganini qiladi.
Turg'un zodi Ra'noni olalamdi, olamamdi. Hamda hikoyani Turg'undan boshlaymiz. Ana bo'ldi. Oy, bu sarang jintak bir pegilo velosipedni paypit mingancha chiqatdoyaga. Yetamadim deyman. Oy ay. Unda bo'lsa qana qilamiz endi. Qanday qilib toq? Chetila nima qiladi? To'xtag'ina. Har qancha bo'lsa-mu qurbonni yolg'iz tashlab qo'yib ketmasmiz. Yolg'iz tashlamay qarisi balamdi buni. Turg'un. Manchalo alomatni men o'zim yolg'iz yamdim. Nima karima va'dash? O'zing yamsa chimisa qizolib demsam kelaman men bu yerga. Mama kelamiz. Turg'un. Nima? Men sana deb qo'yay. Agar bugun ketib qolsang, Ra'nani o'zim olaman. Ay, nimani alatding, nimani? Kimni alatding? Nimani alatding? Nimani alasan kimni? Dina kimni alasan? Ra'nani olama. Ra'nani. Ay. Mashkin bo'ldi qig'ina. Sen Ra'nani olaman deb olalamsan sen? Ha? Hey, aptingi bir qaylab qilib gap qila, hey. Sen nima deysan? Baqqalchi. Og'ini maqon. Bunam. Ra'na sana tegmaydi. Nima demakchi? Agar olalasam çok qanday qilsa? Alasan xotin qilsa. Lekin olamasan-chi. Olamay qolsam, olamasam ismimni yo'q ketma bo'ldi. Aramma. Ay, yan nima qilma, olamasam. Olamay qolsangma. Mani deyishmaylimi-ki, qonam. Eli baka yoqqa chiqib qoladigan ish chiqadi. Oy, bitdigina. Alalasam qanday qilma. Gar olamasam qanday qilma. Qonam, obdan angla. Alasan xotin qilsa, olamasangma. Ma gapni obdan angla. Alalab qolsang Ra'na seniki. Talashmadim sana berdim. Lekin olamay qolsang Akramning dadisi Qosmoni kammo boytaq. Bilaman nima bo'ldi? Endi sening onangmi boytaq? Şunu bir Qosmoni kamga onangni bermamsa. So'rangmi nimsa? Men buni dadisman meni onamni, nima meni onamni Turg'unning kichikina ig'iz xatoligi bilan jonjigar 3 og'inlar orasida jidal boshlandi. Ular zodi aplashalamdi. Shundaqla Turg'un Ra'nani olalamdi. Ondaqda keyin qismiga diqqat qilib, keyin qismi texma sarxil. Bu filmni Xinjiang Aşkım Sodgaroyi alayda qo'llagan. Aşkım Sodgaroyning har qanday mahsulotiga ehtiyojingiz bo'lsa, 166 5 dan 9 224 degan nomer bilan bevosita aloqalashingiz bo'ladi.